Men murabbo pishirsam, doim ranglari qorayib, mevalari ezilib ketadi degan ayol qizlarimiz uchun shu retseptni oxirigacha ko'rishinglar kerak. Qulupnayni aynan Korolevskiy sortidan olasiz. Yaxshilab yuvib, bandlaridan tozalab olasiz. 1 kilo qulupnayga 1 kilo shakar solib 4 soatga qoldiramiz. Suvlari chiqqach gazga qo'yib 10 daqiqa qaynatamiz. 1 chimdim limon solish esingizdan chiqmasin. Ko'piklarini olamiz va yaxshilab sovutamiz. Yaxshilab sovigan murabboni ikkinchi marta yana 5 daqiqa qaynatamiz. Bu safar murabboni ko'piklarini olmaymiz, ichlariga yedirib yuboramiz va 5 daqiqa qaynaganidan keyin olovni o'chirib sovutamiz. Uchinchisida ham murabboni 5 daqiqa qaynatamiz va olovni o'chiramiz. Yaxshilab sovutib, sterillangan bankalarga qo'yamiz va qopqog'ini yopamiz. Oxirida albatta dog'li sochiqlar topiladi. Buni osongina Bavi kislorodniy очиститель bilan tozalab olaman. Har bir xonadonda bu parashokdan albatta bo'lish kerak. 5 daqiqaga qolmasdan sochiqlarim yangiday bo'ldi. Endi Bavini Korzinka supermarketlaridan xarid qilishingiz mumkin.